Assalomu alaykum. Tren gazeta servis kuzatuvchilari, bizni YouTube'da kuzatgan yaqinlar. Bugun shu Tren gazeta servisda ustalarimiz haqida qilib turgan ishlarimiz, biz ishlarimizga garantiyalar, har bitta qilgan xizmatimizni biz garantiya asosida qilib beramiz. Keyin misol uchun 3 oydan 6 oygacha qilgan ishimizga, mahsulotimizga, zapchastlarimizga sifatli garantiya beramiz. Shular haqida sizlarga ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ko'ngilli to'q qilib xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Bizda endi misol premium brenddagi moylar bor, ko'rishingiz mumkin. Bular hammasi premium brenddagi moylar hisoblanadi. Nemetskiy, koreyskiy moylar bular hammasi. Keyin bizda xizmatlarimizdan gaz bor, propan metan o'rnatish xizmatlari bor. Gaz zapchastlarimizdan keladigan bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin. Stak, Yevropa gazniki bor. Keyin Alex Pico bor. Bu hozir Alex eng trenddagi hisoblanadi. Hammaga ommabop, probeglar yaxshi chiqyapti. Umuman mashina ideal harakatlanyapti. Keyin balonlarimiz ham turistika atker balonlar hisoblanadi. Keyin bizda Tren gazeta servisda bizda har bitta ishimizga sifatiga garantiya asosida qilinadi. Bu bizni do'konimizdan keyin servisimiz, mana ko'rishingiz mumkin. Usta akalarimiz shunday xizmatlar ko'rsatadi. Mana mehmonimiz kelishgan Namangandan bizning mijozlarimiz. Bizda himna kitobchalariga, shu kitobchasiga garantiya yozib bersak, bu 1 yil garantiya beriladi shu zapchastga Alexga. Shu bilan 12 ta viloyatda bemalol servis senter zapchastlarimizga garantiya beramiz. Bizda servis senter bor. Mana shu Alex Pico qo'yilyapti. Bu Polshaniki 1 yil garantiya beriladi. Keyin bizda mana Valting bilan ustanovka qilyapmiz. Keyin biz bilan maxsus krashtenni qo'yamiz. Qo'yilganda bu o'sha qaltiramaydi. Gaz toshni yetkazib beradi. Ham ishimiz sifatli bo'ladi. Boshqa videolarda ko'rsatib o'tganmiz. Menga 48 talik balon bilan ustanovka qilinyapti. Akamiz o'zlari nastroykalargacha kompyuter ishlarni hamma yog'ini bitirib berishadi. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar akalar. Keyingi xizmatimiz moy almashtirish. Bizda bilasizlar moylarning hammasi premium brenddagi moylar. Keyin motor ходовой xizmatlari ham bor. Bu Nexus mashinamizni hozirda motor galopka praktikalarini qilishyapti. Keyin ishlarga albatta bizda garantiya beriladi. 3 oygacha. Hijolat motor qilinsa o'sha harakatdan chiqqanigacha beriladi. Keyin bizda anaqangi 1 kun 2 mashinalar ham qolib ketmaydi. Bizda ishimizni sifatiga ham garantiya berishadi. Keyin tezda ishlarni bitirib xizmatlarni qilinadi akalar. Hop. Keyin Damas mashinamizga hozir remont ishlari ketyapti. Reduktor qo'yib berilyapti. Ne xulizatdi. Mana shu atker reduktorimiz hisoblanadi, Turkiyaniki. Shu remontga kelganlarni ham reduktor o'ziga ham 6 oy garantiya beriladi bizda. Har bitta zapchastimiz garantiya asosida. Keyin xizmatlarimizga kelsak, motor ходовой xizmatlari, moy almashtirish, propan metan xizmatlari bor. Bu Nexus uchimizga ham propan ustanovka qilinadi. Bu mehmonimiz 30 samarqandlik mehmonimiz kelishgan. Nimaga desalar, bizda o'sha gazlarni probegini chiqarib beriladi, обязательно. Keyin hit degan muammo bo'lmaydi umuman. Lekin ustanovkada saylarini shumka qilib beriladi. Nolasa xizmatlar bo'yicha bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Narx-navosi bo'yicha umuman muammo yo'q. Shu biza akalarimiz do'sti chiroyli ishlarni bitirib berishadi. Endi reduktorda ham undan chiqdi bu Nordic. Bu ham o'zini maxsus krashteni bor. Bizda adini yasaladi bu narsalar. O'sha detonatsiya bo'lmay qaltiramasdan chiroyli ishimiz ham sifat ko'rinadi. Qo'ygandan keyin boshqa ustaxonalar bilan bemalol ishi bilan solishtirib qo'yishni mumkin, maqtanishlar boshqalasi. Biz ham 15 yillik tajribaga ega ustalarimiz. To'g'risi bu tomoni aeroport, Qo'qonda Garadoy yo'li. Bu tomon Kosmonavt. Kelganlarni shu Mazda balodi ro'parasida Tren gazeta servis keladi. Xudo xolasa akalar bemalol kelaverasizlar. Ishlarni bitirib beriladi. Aytib o'tganimdek, har bitta zapchastga garantiya beriladi. Moylarimizga bizda moy almashtirgan mijozlarimizga xizmat ko'rsatish bepul, motor chizkalari bepul bo'ladi. Keyin bizda har xil bonusli aksiyalarimiz bor, o'shalarda ishtirok etishadi. Tren gazeta servisda birinchi sifat, keyin original zapchastlar, keyin servis center xizmat bor. Bunaqa faqat Tren gazeta servisda bo'ladi. Hammalarni akalar kutib qolamiz. Yana endi videolar chiqaramiz. Ishimizni ko'rasizlar, baho berasizlar. Bemalol kelaverasizlar. Biz har bitta ishimiz uchun albatta klient birinchi o'rinda mijozga sifatli xizmat ko'rsatish bizda. Ishlarni bitirib beriladi akalar. Shu endi tanishlarga jo'natib, like, kommentni bosib qo'ysalar ham bo'ldi. Bizni YouTube'da kuzatib turgan yaqinlarimiz. Xudo xolasa hammalarni kutib qolamiz. O'sha yerda mana chiroyli joylar qilib qo'yganmiz. Kelaverasizlar akalar.